Akalar yaxshimisizlar, sog' salomat, charchamayapsizlarmi? Bugun Hayit, hammani Hayit bayramlari bilan o'sha kech tushgan bo'lsa ham asr payti bo'ldi bizda. Biz marta mashina kutib o'tiribman, u bizning mashincha. Tayyor turibdi, mashinani olib kelsa, olib chiqaman degan. Voy, olib chiqaman deb turibman, mashinani olib kelib berishga navbatda o'zlari olib kelar ekan. Xullas, o'sha nimalarni ko'ryapsizlar. O'zi videoga olish mumkin emas. Xullas, asta kutib turgan shopirlar olib kelib beradi o'da, hamma yo'qda tayyorlab, xullas shimni yetib tayyor qilib qo'yganmiz. Mashinani olib kelsa bo'ldi, sirasi olib chiqamiz. To'g'ri. Kechagi to'g'risi kecha gay ushagan xayoldan ketmayapti. $1000 pul bir deganda yo'q bo'lib qolsa, axir odamga ta'sir qiladi baribir. O'zi aytdim bir-ikki O'zbekistonda Spark yurmaydi, mashinam yo'q dedim, yalangoyoqman desam, iloji yo'q. Hozir yana bir marta gapirsin-da, o'zimizni gayiga o'xshatib mana iltimos qilib ko'rdim-da. Yana bir marta shunday qilib so'rasang, 2 barobar qilib qilaman, shtraf qilaman, jarima qilaman-da. Endi Avstriyani gaylari, u nemislar-ku, Avstriyada ushashdi. Bo'pti deb qo'ydim. Pulim yo'q edi, xullas firmaga telefon qildim, shunaqa jarimaga anaqa qilishdi desam, 1000 euro tashashdi.